To'g'risi nomli podkastimizning ikkinchi soni va bizning mehmonimiz Buxoro Smile'ning bosh sardori Behruz Istamov. Asosiy bizni tanitgan, mashhur qilgan bu YouTube platformasi. Men ko'proq ishladim, menga kam to'lab. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Daromad bo'lmagani uchun tashlab chiqib ketilgan. Bloger ijodkor bo'lsin, zo'r ijodni qiling, reklamani o'zi keladi. Odam sifatida hurmat qilaman, inson sifatida hurmat qilaman, lekin ijodkor sifatida umuman hurmat qilaman. Senga kimdir 100 so'm bersa, sen 1000 so'mlik ishni qilib ber. Demak, siz hozir baxtlimisiz? Yo'q. Pul baxt keltirmaydi. Qayta bu gapni aytaman. O'zi vaqt siz uchun nima? Qarz olib bo'lsa ham uylaninglar. Barakasi bor. To'g'risi nomli podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonda bizni kutib qoling. Barchaga omad. To'g'risi nomli podkastimizning ikkinchi soni va bizning mehmonimiz Buxoro Smile'ning bosh sardori Behruz Istamov. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz haqida qisqacha tanishtirsangiz. Behruz Istamov, Buxoro shahrida tug'ilganman. 1998-yil 5-oktyabr. Oddiy oilada, ma'lumotim o'rta maxsus. Oyim farrosh bo'lib ishlaydilar, dadam nonvoy bo'lib. Oddiy oila, farzandi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zi bu sohaga, ya'ni blogerlik sohasiga qanday kirib qolgansiz? Aktyorlikka qiziqishim bo'lgan, no sharoit bo'lmagan, ishlaganmiz. Shu keyinchalik ko'rganman. Biz o'zi aslida Instagram tarmog'ida emas, YouTube tarmog'ida ko'proq ijod qilardik. 15 minutlik, 10 minutlik videolarimizda 2018-2019-yillar. 2021-yil sanksiya bo'lib, YouTube pul berishni to'xtatgandan keyin Instagramga kirganmiz. Asosiy bizni tanitgan, mashhur qilgan bu YouTube platformasi. Shu aktyor o'qib, aktyor bo'la olmaganimdan keyin o'zim harakat qilib ko'rganman, videolar olib. Nimaga aynan Buxoro Smile aka? Hammani qiziqtiribdi shu savol. Nimaga aynan Buxoro Smile? 2018-yilda Telegram kanallar bor edi faqat. Potrobitel Buxoro, PVH Buxoro degan kanallar bo'lardi. Ular faqat informatsion videolar tashlashardi. Yangiliklarni kulgili kanal yo'q edi. Shuning uchun Buxoro Smile deb ochib, Buxarskaya ulыбка, kulgi deganda. Kulgi. Sloganimizda ham yozilgan, haqiqat va kulguni birlashtirgan jamoa deb, agar kim e'tibor bergan bo'lsa, ba'zi bir kichik ayta olmaydigan haqiqatlarni kulgu orqali yetirishga harakat qilamiz. Maqsadimiz shu. Tushunarli. Aynan mana shu Buxoro Smile jamoasi yokida shu o'zingizning blogerlik faoliyatingiz qachondan boshlangan? Ya'ni necha yil stajga egasiz? 2018-yil 1-apreldan boshlangan, birinchi Telegram kanal ochilgan. 2019-yil 1-aprelda YouTube kanal ochilgan va video olish boshlangan. Demak, ko'plab jamoalar yig'gansiz, ko'p kishi, biron kishi tashlab ketgansizni, ko'p kishi qo'shilgan jamoangizga. Birinchi jamoamiz yig'ganmiz. Birinchi jamoa emas, yakkaxon ijod qilganman. Birinchi 3 ta videomiz umuman chiqmagan, ya'ni o'zimga yoqmagan. Angelina degan qizcha bo'lardi, rus, o'sha bilan olganmiz. Keyinchalik jamoa yig'ganman, o'zim birga ishlagan, firmada ishlagan Muzaffar degan bola bor, o'sha bilan jamoa ishlaganmiz. Muzaffar bir 5 ta video olganmiz. Videolarimiz yaxshi uchgan, zo'r prosmotr olgan. Bizani mashhur qilgan video, hamma o'ylaydi birinchi video o'sha deb, aslida birinchi video emas, u 5-video. Irim-sirim degan. Buxoroda bilasiz, ko'p irim-sirim qilishadi. O'sha video bizani mashhur qilgan. Bir 5 ta 10 ta video olganimizdan keyin mashhurlik bor, ko'chada hamma taniyapti, lekin daromad yo'q, reklama yo'q. Bu 2019-yilning gapi. Muzaffar tashlab ketgan. Qaysi ma'noda? Shu daromad bo'lmaganda, ha bu ish o'xshamaydi, bo'ldi kerak emas. Tashlab ketgan. Plus Muzaffardan keyin o'sha Muzaffarning jo'ralari ham bo'lgan, Suhrob va yana o'sha bir 3 ta bola bor edi. Pashta to'liq jamoa degan. Bir kunda hamma chiqib ketgan. Demak, daromad yo'qligidan tashlab ketilgan, lekin bir hafta o'tar o'tmas Buxoro Smile'ga konkurent qilib Chigap TV degan kanal ochilgan. Biz Buxoro Smile TV'miz, ular Chigap TV degan kanal ochilgan, keyin Buxoro Mem degan kanal ochildi, keyin Buxoro Gram degan kanal ochildi. Hammasi shu Muzaffar tomonidan ochilgan. No, o'sha payt tashlab ketganiga kattakon rahmat deyman, chunki o'sha payt tashlab ketmaganda balki hozirgidek o'zimni kuchli his qilmasdim. Hozir ham jamoa bilan ishlaysiz, ya'ni jamoangizda boshqa bolalar ham bor. Shunda hozir mana reklama ham olasizlar. Jamoa orasida qanaqadir kelishmovchiliklar yoki pul ustida qanaqadir urushlar bo'lib turadimi? Bo'ladi, albatta. Instagramda hamma chetdan kuzatadi, doim yaxshi tomonlarini. Ahil jamoa. Jamoamiz ahil, Xudoga behisob shukr, lekin guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bunaqa muammolar bo'lgan, Xudoga behisob shukr, oxirgi 2 yildan beri bo'lgani yo'q. Lekin bundan oldin ko'p bo'lgan. Masalan, oddiy misol uchun birinchi kirgan Muzaffar
pul uchun oramizda nima bo'lgan. Daromad bo'lmagani uchun tashlab chiqib ketilgan. Chunki o'sha payt men o'zimni cho'ntagimdan videochilarga pul berardik. Hamma telefonda syomka qiladigan bir paytda biz kamerada olardik o'sha payt. 10 minut, 15 minutlik video olardik. Bilasizlar, uni masofkalasi, aktyorlarni ta'minlash qiyin. Pul uchun muammo bo'lgan. Bittasi shu Muzaffar, ikkinchisi Muhammad Amin To'rayev degan prezidentimiz bo'lgan. U begona emas, o'zimning amakimning o'g'li. O'sha pul uchun bizdan xafa bo'lib chiqib ketgan. Bunaqa ko'p prezidentlar ko'rasiz. Hozirgi prezidentlarimning ichida, Xudoga behisob shukr, hozirgi tarkib 2025-yilgi tarkibning ichida pul uchun ishlayotganlar yo'q. Axiyri o'zimga yoqadigan ideal, o'zini mehnatini qadrlaydigan tarkibni yig'ganman deb o'ylayman hozirgi. Yo'q, ana jamoaning ichida bo'ladi-ku, masalan, men ko'proq ishladim, menga kam to'lab. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Faqat bitta narsa bo'ladi. Tipa kam pul topishyapti, oylik kam, aslida o'zi alohida bo'lib ishlasa zo'r ishlaydi degan g'oya bilan chiqib ketganlar ko'p, lekin o'sha chiqib ketganlarni birontasini ko'rganim yo'q. Dalshi ijodi gullab ketgani yoki zo'r pul topganini birontasini ko'rganim yo'q. Odamlar orasida shunaqa gap bor, nimaga Buxara Smile jamoasi buncha ko'p reklama oladi? Hozir endi buni men emas, reklamadorchilar aytsa yaxshi bo'ladi. Endi men bilmadim ko'p reklama olishimizning sababi narximiz, masalan, bitta storiesimiz narxi $300. Uni arzonga olmaymiz. Postimiz narxi 1,5 ming, 1200 mana shu atrofida. Reklama bo'ladi, lekin biz qimorni targ'ib qilmaymiz. Binomo yo trade shunaqa narsalar bo'ladi-ku. O'shanga o'xshagan narsalar chiqishgan, Xbet chiqqan, Mailbet chiqqan. Xo'p, ana yana bitta bor. Mosbet chiqqan, Linebet chiqqan, bizga Binomo birontasini olmaganmiz. Qimor umuman reklama qilmaymiz. Trade reklama qilmaymiz. Qilganman reklama, traderlarni reklama qilganman, lekin tilim kuygan. Qaysi ma'noda tilim kuygan? O'zimga uverin deb qilmaganman reklama. Hozirgi shu bundan keyin qilmaymiz traderlarni reklama. Xo'p, yana nima? Yana siz aytdingiz, mana qimorni, boshqa narsani reklama qilmaymiz. Kalyanxona, kompyuter xonani-chi? Kompyuter xonani qilamiz hozirgi kecha kunduzda reklama, lekin kalyanxonani qilmaymiz. Bar qilmaymiz. Qilmagansizlar? Yo'q, qilganmiz. 2021-yilda qilganmiz. Endi inson qachon aqlli bo'ladi, qancha ko'p xato qilsa, qancha ko'p hayotiy tajribasi oshsa, keyin u aqlli bo'ladi deb o'ylayman. Xato qilish bu yomon emas, lekin bitta xatoni qayta qilish bu ahmoqlik. Tushunarli. Hozir traderlar haqida gapirib ketdingiz. Traderlar ko'payib ketdi hozirgi zamonda va bunga fikringiz, ya'ni ular hozirda rostdan ham juda ko'p blogerlarga reklama berish uchun murojaat qilishadi. Gap yo'q, gazini berishsin. Biron meni negativim yo'q traderlarga nisbatan. Gazini berishsin. No, bitta narsa, pul deb vijdonni sotish kerak emas. Pul deb og'ziga kelgan gapni gapirish kerak emas. Pul deb Instagramda o'zlarini aqlli ko'rsatish kerak emas. Hamma halol, chestni ishlasa, men tushunmayman u sohaga, bilimim yo'q, shuning uchun gapirishga haqqim yo'q. Bitta narsani o'zimning shaxsiy fikrimni aytib ketaman. Halollik pul uchun vijdonni sotmaslik kerak bo'ldi. Agar shu yo'llari to'g'ri bo'lsa, halol bo'lsa, gap yo'q, gazini bosishsin. Lekin aldab, masalan, Oltoyda oligarx bo'lasiz, $1 million egasi bo'lasiz, u yolg'on gap deb o'ylayman. Chunki men oz bo'lsa ham tajribam bor. Traderlik juda katta vaqtni, tajribani, sabrni talab qiladi. U risk, juda katta risk u. U ham bir qimorga o'xshash narsa. Xbetga o'xshaydigan narsa. Endi bilmadim kimlardir chiqib, "Yo'q, bu halol" deydi. Halolmi, harommi u haqida gapirish niyatim yo'q, lekin qimorga o'xshagan narsa. 1 soniya ichida siz boyib ham ketishingiz mumkin, 1 soniya ichida kasodga ham uchrashingiz mumkin. Shunday. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'ramiz. Mana bir xil blogerlar bilan juda kelishmaysiz. Ko'p ko'ramiz. Mana masalan, Xoliqjon Vayni, Xarakterim. Nusrat, yoki boshqa blogerlar bilan kelishmaysiz. Xoliq, Nusrat bilan ishlaganmiz. Agar bizni kuzatuvchilar yaxshi bilishadi, 2019, 2020, 2021-yil martgacha ishlaganmiz. Oramizda kelishmovchilik bo'lgan. Endi meni g'oyalarim, meni xarakterim bilan ularning xarakter g'oyalari bir-biriga to'g'ri kelmagan. Qanaydir katta mojaro yo bir soat eshitiladigan muammo emas. Prosta bizani xarakter, bizani yo'nalish, bizani sistema, bizani tartib intizom bilan ularning tartib intizomi bir-biriga to'g'ri kelmagan. Shu uchun Nusratga nisbatan biron xil adovatim yo'q, uni jamoasiga nisbatan ham biron xil adovatim yo'q. Prosta shu Xoliqni o'zini tutishi menga yoqmaydi.
uni yuziga ham aytishim mumkin. Любой joyda o'zini tutishi, vaynlari menga yoqmaydi. Adovatim yo'q. Men просто uni ijodlari haqida gapiryapman. 4-sonimizda u kishi ham bo'ladilar. Bu ham fikrlarini bildiradilar. Eshitamiz. Juda ham haqman. Men yuziga ham aytishim mumkin u gapni любой время. Xo'p, negativ kommentlar yoki tanqidlarga qanday qaraysiz? Sizni ko'pchilik tanqidni qabul qila olmaydigan inson deb biladi. Albatta bu savol Majidning o'zidan chiqqan bo'lishi mumkin. Xo'p, to'g'ri, agar asabiy bo'lgan paytim negativni qabul qila olmayman. Bu nimadan? Allohga behisob shukr, doim biz analiz qilib boramiz. Har oylik videolarni, kommentariylarni, ya'ni jo'natilishini, отправленияsi deyiladi. O'zbekcha tilmaylamadi, uzr. Analiz qilib boramiz. Bizada negativ foizi 5% ga ko'tarilgan. 100% dan 5% ga ko'tarilgan. Undan ziyod ko'tarilmagan. Unga ham nimaga o'sha 5% ning 3% o'zbekcha kontent olinglar, o'zbekcha gapiringlar deb aytilgan. O'zbekchada sof tabiiy o'zbek tilida gapira olmayman. Shu uchun o'zbekcha kontent hozircha qilmayapmiz, lekin 2026-yildan rejamizda bor to'liq 100% lik o'zbekcha kontentlar qilishga. Negativ bo'ladigani shu o'zbekcha gapir, bu yoq Tojikiston, Moskva shunday deyiladi, lekin bizga gapiriladigan til ham tojik tili emas. Buxoro shevasida qilganimiz uchun asosiy negativ shu. Ko'p negativlarni oxirigacha borganman, oxiriga keyin aka uzr, kechirasiz, javob yozmaysiz deb o'ylagandim. Shunaqa bo'ladi. Tanqidlarga e'tibor bermayman unchalik. Lekin bitta narsasi bor. Xo'sh. U tanqid bilan tanqidni farqi bor. Masalan, kommentariyaga kirgan paytingiz, masalan, bir kishi sizga negativ yozgan bo'lsa, siz to'g'ri yo'ldasiz. 2 kishi yozgan bo'lsa ham siz to'g'ri yo'ldasiz. Keling ana 5 kishi negativ yozgan bo'lsa ham siz to'g'ri yo'ldasiz. Lekin kommentga kirgan paytingiz 100 ta kommentdan 95 ta negativ bo'lsa, u значит odamning o'zi qanaqadir Negativ. odamning o'zi videosi neto deb o'ylayman. Shunday, to'g'ri. Keyin yana bitta savol bor edi. Mana 1 yil oldin bitta loyiha qilgansizlar, Barnoxon degan loyiha. Ha, xuddi. O'shani biz ko'rganmiz, juda yoqadi. Hozirda bu loyihani nimaga chiqarmayapsizlar? Umid bilan biron kelishmovchilik bo'lganmi? O'sha Umid, o'sha Barnoxonning rolini o'ynagan odam. Yo'q, Umid Ahmadov, Umidjon meni eng yaxshi ko'rgan endi ukam. Shogird deyishga o'zimni botun endi u o'zi shunday qabul qiladi, uydagilar bilan ham yaxshiman. Endi shogird deyishga o'zim botun olmayman, o'zimni qanaydir ustozdek his qila olmayman, chunki bu qanaydir ustozlik qilinadigan kasb emas, o'zi tushuntiriladi, chunki bu hunar emas, bilasiz. Kasb bu. Shogirdim desam ham bo'ladi. Ukam yaxshi ko'raman Umidni. Oramizda kelishmovchilik bo'lgan bir marta. Umid o'zi bilmasdan yosh bolalik qilib qo'ygan joyiga u xarakterimni juda yaxshi biladi. Urushganman Umidni. Urushganimdan keyin orada bir hafta 15 kun men bilan gaplashmay yurgan, keyin o'zi telefon qilib qaytib uzr so'rab orani ochib olganmiz. Umid bilan hammasi joyida, hammasi zo'r, lekin har bir narsani o'zini vaqti bo'ladi. Masalan, osh zo'r ovqat. Lekin har kun osh yeya olmaysiz. To'g'ri. Biza endi blogda yangilik qilib turmasak, faqat Barnoxon ham chiqib turishi u odamni me'dasiga uradi. Barnoxon yana chiqadi, yangicha yo'nalish, yangicha ism bilan. Prosta hozir bizada JJB proyektimiz bor, bilsangiz agar Jobir Jabbor. Jobir Jabbordan keyin yana bitta proyektimiz bor. O'sha proyektda Umid umuman boshqa obraz bilan chiqadi. Shu uchun Barnoxonni to'xtatib qo'yganmiz, odamlarning esidan sal chiqsin. Bitta video chiqardingizlar, o'sha Umidni zamina qiladigan odam, bitta bacha chiqdi. Barnoxon deb, lekin u auditoriyasiga yoqmadi. Yo'q, auditoriyamizga yoqmadi, u aniq narsa, lekin u bizga prosmotr yig'ib bergan. Ko'pchilik Umidni so'ragan. Endi u yoqda o'zimni strategiyam asosida ishlaganmiz. U yoqda Umid bilan hammasi chotki bo'lgan. Prosta o'zimni strategiyam aloqasida ishlaganmiz. Ba'zi bir insonlarning yuzini ko'rish uchun. Biz maqsadimizga erishganmiz. U Umid bilan kelishib qilingan narsa. Tushunarli. Ko'pchilik blogerlardan yoki san'atkorlardan kelgan savol, Buxoro Smile jamoasi nimaga kollaboratsiya qilmaydi? Rahmat. Kollaboratsiya qilmasligimizni endi bilmadim, xarakterim shunaqa, qanaydir Buxoro Smile alohida aurada bo'lishini xohlayman. Hammadan ajralib turishini. Bizlarning kuzatuvchilar juda yaxshi bilishadi. Biz masalan trendiy videolar qilmaymiz. Masalan, qaysidir video trend bo'lsa, qaysidir mavzu trend bo'lsa, biz o'sha mavzuga qo'l urmaymiz. Umuman. Reklamada qo'l urishimiz mumkin, lekin ijodda umuman qo'l urmaymiz. Faqat doim hammadan ajralib turishni xohlaganman. Maqsadim shu bo'lgan. Kollaboratsiya faqat bir kishi bilan qilganman. Liliya Xanum, samarqandlik partnyorim, o'sha bilan qilganman.
bo'ldi. Hatto Alixonov Timur do'stim Buxoro kelgan paytda ham bemalol 3-4 ta kollaboratsiya qilishga imkoniyatimiz bo'lgan, lekin qilmaganman. Ishlaganmiz birga. O'zimni profilimda alohida qo'yganman. Sadulla Fathullayev dizayn jamoasi a'zosi Dubayda bo'lgan paytimiz o'sha kishi bilan kollaboratsiya qilish niyatim bo'lgan, imkoni ham bo'lgan, prosta o'zimni sal o'zim vinoat bo'lib qolganman, chunki kollaboratsiya tashlamaganman u kishiga. Shuning uchun kollaboratsiya qilmaganman. Qo'rqgansiz, qani u prinat qiladimi yo'qmi? Yo'q deganman, lekin o'zlari shunday tan berganman dizayn jamoasiga. Dubayda bo'lgan paytimiz sayohat paytida musofirchilikda kimligi bilinadi. Basenni oldida turganimizda umuman kibri yo'q. Salomlashish, gaplashish, Demak, siz tonishdi. Maslahat, tonishdik. O'zlari gap boshlashdi. Biz o'ylab turgandik, hozir borsak, gapirsak, u kibr qilsa, nimadir qilsa deb. Yo'q, o'zlari gap boshlab, gaplashib, sразу kontentimni aytdim. Bo'ldi, olamiz, bosamiz dedilar. Sразу oldik, xatolarimizni to'g'riladilar. Videoni oldik, profilga qo'yayotgan payt miyamdan o'tdi kollaboratsiya qilish. Lekin qo'rqdingiz, qanaqadir prinat qiladimi yo'qmi? Qabul qilmasalachi deb o'yladim. Qo'ydim, videoni qo'yganimdan keyin o'zlari nima qilibdilar, yozibdilar. O nimaga kollaboratsiya qilmadik, birga qo'ysak yaxshi edi-ku, unday deb. Men keyin yozdim, aka, men o'yladim qabul qilmaysiz. Yo, nimaga deb gapirdilar. Hurmatim oshdi, shundan keyin dizayn jamoasiga hurmatim oshdi. Faqat konsertlarga borasiz endi, dizayn. Yo'q, biron marta konsert to'yga biron marta konsertga kirmaganman, yoqtirmayman konsert kirishni. Tushunarli. Demak, yana bitta mashina olgansiz, Jetower mashina. Swiss. Jetower o'tgan yili. O'sha o'tgan yildagi mashina gaplashaylik. Qanday olgansiz? Kontrakt asosida, reklama asosida? Kontrakt asosida olingan. Necha yillik kontrakt? Sir bo'lmasa? 2 yil. 2 yillik kontrakt asosida. 2 yillik kontrakt asosida Jetower X90 modeli berilgan, eng full pozitsiyasi. Qanday kontrakt bo'lgan? Birinchi menga shunday taklif bilan chiqishdi. Dashing beraman deb. Men yo'q, dashing olmayman deb. Chunki bizda reklama narxi qimmat. Keyin bizga aytishdiki, yo'q, ana qolgan blogerlar ham dashingga rozi bo'lishyapti. Siz nimaga unday deyapsiz? Aytdim, qolgan blogerlar rozi bo'lishi mumkin, biz rozi bo'lmaymiz. Agar sizlar rozi bo'lsalaringiz, shu sami tanishib chiqdi mashinalar bilan sami full komplektatsiyasini olaman. Rozi bo'lsalaringiz ishlaymiz dedim. Ito o'shanga ham aytdim, mashinani olaman. Mashinani olganimdan keyin 3 oy vaqt davomida absolyutno reklama qilmayman, istoriya ham qo'ymayman. Realniy mashina haydab ko'raman. Qanday? Qanday bo'lsa shunday otziv qoldiraman. Agar menga yo'qmasa, gap yo'q, men mashinani qaytarib vazorat beraman. Qancha zarar qo'lingan, masalan, 3 oy haydab yurdim-ku, zararni qoplayman deb. Lekin ular rozi bo'lishdi shunga. Rozi bo'lishdi bu taklifga. Realniy men haydab ko'rdim, menga yo'qdi. Xudoga behisob shukur. Biz ham bo'lmasa shu taktikani olamiz sizdan. O'g'ilamiz. Gap yo'q. Yaxshi. GIF nimaga qilmaysiz? Hozirda ko'pchilik blogerlar GIFga qatnashadi, o'zi GIF qiladi. Ma'lumot o'rnida aytaman, Buxoro Smile jamoasi bir marotaba GIFda qatnashgan. 2019-yil Xoliqjon Vaynesni 500 tadan 1000 tagacha alavcha degan GIFiga qatnashganmiz. O'sha ham nimaga? Xoliq bizdan stories talab qilgan, iltimos stories bering. Men o'rniga GIFga qo'shaman degan. O'sha payt 9,5 mingta edimi? Obunachimiz, 9,5 mingta obunachimiz bor edi, 10 mingta bo'lish uchun qo'shilganmiz. Boshqa umuman bironta GIFga hozirgi paytgacha qatnashganim yo'q. Profilimni har 3 oy 4 oyda tozalab turaman. 6 oydan beri no aktiv bo'lgan podpischilardan. Faqat aktivni podpischilar bo'lgan. GIF qilmasligimizga kelsak, sizga qanday tushuntirsam bu narsani? Men o'sha GIF qiladigan blogerni to'g'risini aytaman, unchalik hurmat qilmayman. To'g'risini aytaman, unchalik hurmat qilmayman, chunki bloger ijodkor bo'lsin, zo'r ijodni qiling. Reklamani o'zi keladi. Odamlar o'zi obuna bo'ladi. Yo'q, o'zi obuna bo'ladi, reklamani o'zi keladi. Masalan, tushuntiraman, u odamlar sizni ijodingizni hurmat qilib emas, qaysidir sovg'ani yutish uchun sizga obuna bo'lishi u haqqoniy deb o'ylamayman. Shunday, to'g'ri. Yo, sovg'a berishingiz uchun odamlar, masalan, o'zi chiqqan-ku, Hakim pul chiqqan. Pul uchun obuna bo'ladi. Menga yo'qmaydi o'shani, aktyorskisi ham yo'qmaydi. Men ochiqchasiga aytaman-da, Hakim pul bilan men ishlaganman, odam sifatida hurmat qilaman, inson sifatida hurmat qilaman, lekin ijodkor sifatida umuman hurmat qilmayman. Umuman kuzatmayman ham, cho'rniga tiqqanman. Chiqmasin deb, yo'q, realniy profildan chiqmasin deb, chunki aktyorskiy ham 0, ideya ham 0. Masalan, Siroj Bum chiqqan, Siroj Bum yo'qmaydi. Yo, Toshkent nima gap. U prima ko'chirilgan narsada o'zi bu ko'chirib kelingan. Masalan, o'zi asli Mr. Chenku bor, Amerikada pul beradi. U sal qiziqroq qiladi lekin kontentlarni. Qanaydir g'oya bor. Keyin u Siroj Bum ko'chirgan, Siroj Bumdan keyin Hakim pul ko'chirgan. Menga yo'qmaydi. Inson sifatida gap yo'q, hurmat qilaman, lekin ijodkor sifatida to'g'risini aytaman, cho'rniga tiqqanman, hatto to'pimdan ham chiqib qolmasin deb-da. Realni. Yo, juda ham zo'r. Yana bitta savol. Yaqinda Buxoro savdo majmuasining yonida
Dream Coffee nimasidan odamlar to'plagansiz. Shuni fan stretch. Ha, o'sha sovg'a beraman deb hammaga O'zi aslida u fan stretch edi, просто Dream Coffee hamkor sifatida. ha, yo'q, hamkor sifatida emas. Davay shu yoqda Dream Coffee tekinga tarqatamiz, sovg'alar beramiz. Sizga ham plyus bo'ladi. Demak, Bizlardan hech qayerdan ruxsat olmagansiz. Yo'q, ruxsat olingan. Ruxsat olingan, olinmagan emas. Dream Coffee ruxsat olgan, lekin Dream Coffee ruxsatni sal xato olgani uchun shunday bo'lgan. Dream Coffee endi chunki biz bitta reklama qo'ydik, Buxara Smile'ning postida u reklama 11 soat turdi. Biz udalt qildik u narsani. 11 soat turdi. Boshqa hech qayerga reklama berganimiz yo'q. Faqat Buxara Smile'ga post urilgan, 11 soat turgan. Ruxsat olinayotgan paytda taxminan odam soni aytilishi kerak. U yoqda maksimum 200 ta odam bo'ladi deb yozilgan. Demak, 200 taga 10 tacha Milliy gvardiya, ya'ni ichki ishlar xodimi taqdim etilgan. Lekin kelingan paytda o'sha soat 6:30 da odamlar soni 1,5 mingtadan ortiq edi. Lekin konsert 7 da boshlanishi kerak edi, ya'ni fan stretch. Soat 7:30 ga kelib, odamlar soni 4 mingtadan oshgan. Yo'lga odamlar chiqib ketgani sababli DTP bo'lmasligi uchun, urush, to'polon bo'lib ketmasligi uchun, xavfsizlikni ta'minlash uchun meni olib ketishdi. Qonun doirasida ular 100% haq. demak sizni ichki ishlar olib ketishdi. O'sha kuni o'zida siz bilan tanishganmiz. Istoriya qo'yganmiz. Bera nima bo'lyapti, nima qo'yapti deb. Qarasam, bu yoqda siz istoriya qo'yganingizda men aybimni tan olaman. O'sha payt juda asab tizimida edim. Realni shunday, chunki bir tomondan bu narsani eshitib, endi o'yim, ona qo'rqib ketganlar, mazalari bo'lmagan. Shifoxonaga yo'tkazishgacha borganmiz. Bu tomondan ishlarim chalkashib ketyapti-da, real 15 sutka qamalasan deyapti. Endi u qamalishdan qo'rqmayman. Umuman qo'rqmayman. Men orqada meni yo'limni kutib o'tiradigan otam bilan onamni o'ylayman. Uyda ayolim bor, o'shalarni o'ylayman. Qamalishdan umuman qo'rqmayman, absolutno. O'shalar asab bo'lgan paytim, uchnikchamiz bor, bekcha kelib, "Aka, buni qanday nima qo'ygan?" deb Odzif bilan kelgan joyiga sizni ko'rib qolganman. O'sha payt siz tomondan masalan Buxara Smile'mi, nima qo'ygan deganingizga o'zimni hurmatsizlik qilib, sizga telefon qilib, yo'qni o'zingiz bilasiz. No, kelishdik, gaplashib oldik. Shu yoqda bitta gapni aytib o'tib ketaman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham Hazrat Umar bilan eng yaqin do'st bo'lganlar, bilsangiz agar. Eng yaqin do'st bo'lganlar. Qanday do'stlashgan? Hazrat Umar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni boshlarini olaman deb eshiklarning tagigacha kelganlar. Keyin urush bo'lgan, urushdan keyin bir-birlari bilan shu jannatgacha kiradigan do'st bo'lgan. Nasib bo'lsa biz ham aka-uka bo'lib ketsa. Albatta bo'lamiz. Keyin siz aytdingiz 15 sutkaga bizani qamashdi deb istoriya qo'ydingiz. 15 ta'tildan chiqamiz, lekin 6 kundan keyin qarasak, siz yana ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldingiz. Albatta, demak sizni qamashmagan. Keyin Yo'q. bizlardan kelgan bu o'zi adolatli bo'ldimi deb. qamashganimi? Ha, ya'ni 15 sutka deb 6 kundan keyin sizni ko'rishlari. Oh. Ya'ni orqasida odam bor, boshqa degan shunaqa gaplar tarqalib ham ketdi. Yo'q, albatta. Yo'q, o'sha kuni orqamdan odamlar kelishdi. Nechta brendni egalari keldi. O'sha payt og'ir kuningizda bilasiz-ku. Tushunay. Endi men o'zimdan qanaqadir qahramon yo og'ir kun demoqchi emasman, lekin o'sha payt qonun doirasida javob berilayotgan payt любой bir kishi vahima bosadi. O'sha payt men просто ikkinchi gomni istoriya qo'yganimdan keyin men hech kimga telefon qilganim yo'q. Men bilan savol-javob suhbat olib bo'layotgan payt telefonlar meni qo'limdan olib qo'yildi. Ikkinchi gomni qo'yganimga nechta brendni egalarini o'zi turib keldi. Nomma aytishim mumkin. Shu joyda men rahmat ham aytib ketaman. Orustage brendiga, Bunyodkor Kids akademiyasi aka Azizga, Jetauro avtosaloniga, El Clasico. Barcha juda ham ko'p brend o'sha payt kelganlarni hammasi biladi o'zlari. O'sha hamma kelganga kattakon rahmat. Demak, barcha biznesmenlar kelib sizni qo'llab-quvvatlashdi. To'g'ri, masalan, ular qonunga qarshi chiqib biron ish qila olganlari yo'q, lekin kelib oxirigacha chiqishimni kutib o'tirishdi. Nima yordam kerak, nima kerak. Chunki o'sha kun men kechasi 3 da chiqdim. 15 sutka olishim pashta aniq edi, lekin 15 sutka yo jarima deyilganda men jarimani tanladim. Demak, jarima to'lab keyin chiqdik. O'shanga ham lekin men 2 kun qamoqda edim desam bo'ladi. 2 kun qamaldim, keyin jarima berib chiqdim. Katta jarima berib chiqdim lekin. Faoliyatingiz davomida eng omadli va eng omadsiz yil qaysi va nima uchun aynan shu yillar? 2022-yil eng omadsiz yilim bo'lgan deb hisoblayman. Moliyaviy tomonlama juda ham barqaror yil edi, lekin juda ko'p pulni ko'rib o'zimni yo'qotganman. Qaysi ma'noda yo'qotganman? Kibrga berilgan ham yo'q, kimlardir mensimaslik emas. Ochiqchasiga gapirish bo'lsa aytaman, meni xarakterim shunday.
hamma faqat yutuqni emas, xato kamchiliklarni ham aytish kerak. Zinoga, fahshga botgan yilim bo'lgan 2022-yil. O'zimni endi u qanday bo'ladi bilmayman, kayf safoga berilgan yil bo'lgan. O'sha paytlarda juda og'ir kelgan 2022-yil zo'r o'tgan menga sentyabrgacha, lekin sentyabrdan bu yog'i juda og'ir oy bo'lgan. Martgacha 2022-yil sentyabrdan 2023-yil 11-martgacha qanday chidaganman, hozir payt o'zim bilan endi Alloh ham chidolmaydigan bardoshni boshingizga yubormaydi. O'sha payt men sal xafa bo'lgandim, lekin xursand bo'ldim, keyinchalik bildim. Alloh taoloning yodida bo'lsangiz agar sizga azob berar ekan. Agar siz fahshda, zinoda, shu hamma yomon ishlarda bardavomsiz, lekin pulingiz ham, ishingiz ham hammasi zo'r ketyapti, bu Alloh sizdan yuz o'girgan bo'lar ekan. Men o'sha paytda to'g'risini aytaman, qaytadan uyg'ondimda. O'sha payt meni yonimda Xudoyor Safarov, Shahzod degan bitta bola bor edi. Familiyasi esimda yo'q. Qodirov Shahzod edi familiyasi. O'sha ikkita bola meni yonimda turib, oxirigacha 1 so'm pul olmasa ham oxirigacha turib. Ular do'stlaringizmi yo jamoa a'zo? Jamoa a'zosi edi. Do'stlarim ham emas edi. Jamoa a'zosi edi. Xudoyor Safarov hamda Shahzod Qodirov. Shahzod Qodirov administrator bo'lib ishlardi, Xudoyor Safarov mobilograf, SMM bo'lib ishlardi. Men noyabrdan keyin absolyutno pul bera olmaganman. Umuman pul bera olmaganman. Demak, keyin ular jamoadan ketishdi. Yo'q. Yo'q, hozirgi paytda Xudoyor Safarov ishlayapti hali. Lekin eng alam qiladigani o'sha Shahzod oxirigacha turdi. Men bankrot bo'ldim 27,000 AQSh dollariga. Endi o'zimni aybim bilan, biron hech kimni ayblamoqchi emasman. O'zimni aybim, o'zimni ahmoqligim bilan 27,000 dollarga bankrot bo'ldim. Kasal bo'ldim. Gepatit B 40 kun bo'lsa-da yotdim, 45 kun bo'lsa-da yotdim. Hamma ishim orqaga ketgan, kontraktlar atmen bo'libdi. O'sha paytning o'zida Sergoch kontraktni atmen qilibdi. Imron Buildings endi nechtadir brend kontraktni atkaz qilishyapti. Ha, bo'ldi, Behrozdan internetda chiqyapti. Bo'ldi, kasal bo'lgan, bo'ldi, tugadi deb. Moliyaviy tomonlama 0, ijod tomonlama 0, ruhiy tomonlama ham 0. O'sha paytda bolalar meni yonimda turib, tekinga ishlab, oxirigacha poddeshka qilib, Buxoro Smayilni qaytadan uyg'otib yordam berishgan. Xudoyor Safarov hali ham biz bilan ishlayapti, zo'r. Lekin Shahzod Qodirov endi rohatini ko'raman degan payt, afsuski, kelishmovchilik bo'lib jamoadan chiqib ketgan. Bu ham finansiy tarafdan. Kelishmovchilik. Qisman shunday. Qisman shunday bo'lgan, lekin aslida finansiy tomonlama emas. O'zi aytsam, balki kulgingiz ham kelar, hammasi nimadan boshlangan? Bahsdan boshlangan. Messi zo'rmi, Ronaldo zo'rmi degan bahsdan. Bahs boshlangan, biz davrada o'tirgan paytimiz bahs qilib qo'yganmiz. Qanaydir Shahzodning ko'ngliga ozor beriladigan darajada, endi Shahzodning aytishi bo'yicha meni og'zimdan gap chiqqan. O'shandan keyin Shahzod mendan xafa bo'ldi. U tipa aka menga qattiq gapirdingiz. O'sha Ronaldo nima beradi sizga? Men aytdim, Messi sizga nima beradi? Shu Messi Ronaldo deb urushib, hozirgi kecha kunduzga ba'zi ko'rishgan payt salom alaykum qilamiz, lekin Shahzodga nisbatan hurmatim baland, juda katta yaxshilik qilgan, yaxshi bacha, omadini bersin. Omadini bersin, xo'sh. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'ramiz, har xil blogerlar o'zini ota-onasini ko'rsatadi. Tip mana ota-onam bilan aylanyapman, o'ra boryapman, hajga boryapman. Lekin nimaga aynan siz ko'rsatmaysiz o'zingiz ota-onangizni, oila a'zolaringizni? Bunga eng katta sabablardan biri bitta narsani o'ylayman faqat. Masalan, men zo'r ovqat, masalan, Kamol degan do'stim bor, gul sotadi, Svitimira. Juda ham yaxshi biladi, qachon gul olaman, qaysi biri o'yimga, qaysi biri jufti halolimga, ayolimga. Har hafta kakshik guli beriladi. Istoriyaga qo'ymayman. Sovg'a salom beriladi. Istoriyaga qo'ymayman. Yaxshi restoranlarga borish, tog' zonalarga borib dam olish, hammasi bo'ladi. Bizda ham oilaviy yig'ilishlar, masalan, shashlik, shunaqa narsalar pishirishlar, hammasi bo'ladi. Qo'ymayman. Bunga birinchi sabab, masalan, kimdir ishi o'xshamayapti. Menda shunaqa vaziyat bo'lgan. Velosipedda non tashiganman, kechqurun buxanka sexida ishlaganman. Realni. Agent bo'lib ham ishlaganman, gurushchik bo'lib ham ishlaganman. Oddiy o'ylar, o'yim mana oddiy farrosh bo'lib ishlaydilar. Dadam nonvoylar. Unaqa katta nonvoylardan emas. Shu ro'zg'orimizni tebratishga yetadigan nonvoy. Halol mehnatlar bilan. Dadam faqat bitta gap o'rgatganlar, shu gaplarni qilib hech qachon kam bo'lmaganman. Senga kimdir 100 so'm bersa, sen 1000 so'mlik ishni qilib ber. Shunda seni pulingda katta baraka bo'ladi. Baraka bo'ladi, to'pa-to'g'ri.
man shu amal bilan yashayapman. Allohga behisob shukr, barakani ushlab bo'lmas ekan. Xudo bir beraman desa, ushlab bo'lmas ekan. Bu narsaga amin bo'lganman. Uydagilarni qo'ymasligimning birinchi sababi masalan kimdirni ishi o'xshamayapti, man tomosha qiladi yo kimdir mehnatda o'sha masalan o'sha taomni yeya olmayapti. Keyin masalan man xotinimga gul berishimni qo'ysam, to'g'ri men yomon maqsadda qo'ymayman. Yaxshi men kimdir ibrat olsin deyman. Lekin hamma ayollar ham to'g'ri tushunmaydi-ku. Masalan, qaysidir ayol eri hozir ishlari o'xshamayapti, gul keltirmayapti, uyda nima bo'ladi? Bizani ko'radi-da, ana bu qilibdi-ku, siz qilsangiz bo'lmaydimi? Urush janjal bo'ladi. Mana shu narsalarni o'ylagan holatda o'zimni shaxsiy hayotimdan 99% umuman istoriya qo'ymayman. Istoriyamda yo yumorli video ko'rishingiz mumkin, yo ba'zi paytlarda motivatsion video ko'rishingiz mumkin, 75% holatda reklama ko'rishingiz mumkin. Umuman unaqa narsalarni mana shu qolganlarga salbiy tomonlama ta'sir qilmasin deb, masalan, ko'pchilik aytadi. Gap niyatdan bog'liq, niyat to'g'ri bo'lsa bo'ladi deb. Yo'q, gap yo'q. Lekin o'sha niyatni xolisligini hamma ham to'g'ri tushunmaydi. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Tushunarli. Mana bir xil hozirgi yoshlar pulim bo'l bo'lsa, ko'p bo'lsa, baxtliman deb hisoblaydi-da. Sizning hozir pulingiz ko'p, aytibsiz, men bunday qilganman, non tashlaganman, bunday. Demak, siz hozir baxtlimisiz? Yo'q. Hozirgi kecha kunduzga istagan do'konga kirib, istagan kiyimimni, istagan avtosalonga kirib, 100 ming AQSh dollargacha bo'lgan istagan mashinani xarid qilishga qurbim ham, mablag'im ham yetadi. Allohga behisob shukr. Xohlagan restoranga kirib ovqatlanishga, xohlagan chet el davlatga borishga pulim yetadi. Lekin gap pulda emas. Gap pul baxt keltirmaydi. O'sha baxtli hayot tushunchasi siz uchun nima? Yo'q. Baxtli ko'pchilik aytadi. Masalan, chiqib olib, hozir internetda shunday narsa bo'lgan, qizlar ochiqchasiga tan olyapti. Bo'ldi, tamom, puli bo'lsa gaplashadi. U farqi yo'q. Kalmi, urrotmi, shu qo'pol qilib aytadigan bo'lsangiz, spid kasal bo'lgan bo'lsa ham, shu oligarx bo'lsa bo'ldi. Farqi yo'q. Endi bu qo'pol ma'nosida aytayapman, lekin pul baxt keltirmaydi. Yana ba'zilarga shu gapni aytganimda aytadi. Shu gapni aytish uchun ham birinchi navbatda pullik bo'lish kerak deyiladi. Yo'q, pul baxt keltirmaydi. Qayta bu gapni aytaman. Hozir bormanda, lekin men baxtli emasman. Qaysi ma'noda baxtli emasman? Masalan, men uylanganimga 4 yil bo'lyapti. Farzandimiz yo'q. Farzandimiz yo'q. U narsani tushuntirish uchun qiyin masala. U narsani insonni o'zi boshidan kechirish kerak. Masalan, men kuchli bo'laman, juda kuchli bo'laman, lekin baribir o'yimga qarayman, xotinimga qaragan paytim istalgan kuchli erkak ishoning dabda u narsani tushuntirish juda ham qiyin. Aslo dushmanimga ham ravo ko'rmayman u narsani. No, pul baxt keltirmaydi. Men pulim bor, hammasi bor, uyda hammasi tinch, hammasi chotki, lekin baribir o'sha velosipedda non tashigan paytlarimni sog'inaman. Bilasizmi o'sha payt nima bo'ladi? Halovat bo'ladi. Katta pul doim katta muammolarni doim xavotirda ertaga masalan vaqtim bo'lmaydi uyda. Ishonasizmi? Uydagilar bilan o'tirib ovqatlanishga vaqtim bo'ladi. Qaysidir ishimdan voz kechib kelib o'tiraman uydagilar bilan. O'yim qachon aytadilar, biza bilan ham o'tir degan paytlarda o'tiraman. Yo'q, uyda hamma sharoit bor. Muzlatkich to'lib qo'yilgan, shkafda pul bor, xohlagan odam xohlagancha oladi. O'yim dadamga mashin kerak bo'lsa, mashin, ikkinchi mashinam bor, hammasi bor. Lekin bemalol o'tira olmaysiz. Ishim nima bo'ldi? Birovga bir nima abishat qilgandim. Katta pulni boshqarish uchun ham katta mehnat kerak va oilada kimdir boy, qaysidir oila boy bo'lsa, bitta narsani bilinglarki, o'sha oilada bir kishi aniq jertva bo'lgan, o'zini qurbon qilgan. To'g'ri. Bir kishi o'zini qurbon qilgan, o'sha odamning hisobiga keyingi avlodlar yo o'sha yoqda yashayotgan avlod zo'r yashayapti. To'g'ri. Xudo xolasa farzandingiz bo'ladi, обязательно. Farzandingiz mana bo'ladi va katta bo'lsa, aytsa, "Dada, men ham xuddi sizday bloger bo'lmoqchiman" desa, siz bunga qanday qaraysiz? Yo'q. O'zi hamma san'atkorlar yo'q desa kerak. Yo'q, endi men to'g'risini aytaman, san'at sohasida ishlayapman. Endi san'at sohasi deb ham ayta olmayman, chunki men hech qayerda o'qimaganman. Shu maktabni tugatganimdan keyin ishlaganman. Kriti savdo majmuasida ishlaganman, mebelchilikda ishlaganman, nonvoychilikda ishlaganman. Faqat ishlaganman, chunki oilaviy sharoitimizda ishlashim kerak edi. Boshqa xil vaziyat bilan meni ham orzuyim bo'ladi. O'zi eng katta orzuyim men med kollejiga o'qishga kirishni xohlaganman. Doktor bo'lishni xohlaganman, eng katta orzuyim doktor bo'lish bo'lgan.
eng katta orzularimdan biri. Endi aktyorlik как hobbi. U qaysidir kinoda o'ynab chiqib, Adiz Rajabovni masalan Panoh kinolarini ko'rib, o'zimni o'sha obrazda his qilgan holatim. Mana televizorda chiqay deb. Orzuyim, tipa televizorda bitta chiqay, lekin meni asl maqsadim doktor bo'lish bo'lgan, lekin o'sha paytda 2014-yilda ochiqchasiga gapiraman, korrupsiya edi. Med kollejiga kirish pul edi. Realli pul edi. 1000 tayyorlaning, 1000 o'qing, lekin 70% puli bor odam kirardi med kollejiga, 30% kallasi bor odamlar. O'sha payt menda kalla bor edi, 25-maktabda o'qiganman. Bemalol borib, kimga qiziq bo'lsa so'rashi mumkin, qanday o'qiganimni. No, sharoit yo'q edi. O'yimlar o'qi, biza beramiz deganlar, lekin qanday uydagilar qiynalishyapti. Siz yana ham qiynal. Yana men o'zimni o'qishga bersam agar o'yim bilan dadamga juda og'ir bo'lardi-da. Sizni kuzatadigan muxlislaringizdan kelgan savol: shunaqangi vaziyatlarni tasvirlab bersinlar, o'zlaridan nafratlanib ketganlar va haligacha kechira olmaydilar. Bor bunaqa vaziyat. Aytaman ham. Ikki xil shunaqa vaziyat bor. Birinchisi o'yin bilan dadamga baqirganman, jahl ustida. Juda asabiy inson bo'lib qolganman, baqirganman. O'yin bilan dadam endi baribir oddiy insonlar, endi san'at sohasini to'liq tushunishmaydi-ku. Masalan, bizning ishimiz, sizlar ishlaysizlar, kechgacha ish qolib ketamiz. Masalan, reklama darslar, do'konni yopganimizdan keyin kelinglar deydi. Ularni talab qiladi, yo montajda qolib ketasizlar, kechgacha qolib ketasizlar. O'sha paytlar 2018, 19, 20-yillar o'yin bilan dadam ko'p gapirishardi. Buncha kech kelasan, kech yurganning foydasi yo'q. Masalan, shuncha ishlayapsan, nima natijasi bor? O'sha paytlar reklama yo'q edi. O'sha paytlarda o'yim dadam bilan ko'p bahslashganman, ko'p baqirganman. O'sha uchun haligacha afsus qilaman, u yomon narsa. Yo'q, men qanaydir yomon ma'noda emas, masalan, nima berdingizlar, nima qildingiz emas, vaziyatni masalan, nimaga kech kelasan, men baqirib tushuntirganman o'sha narsani. Oyi, tushunmaysiz, kechgacha qolaman, bekor yurganim yo'q-ku, ishlayapman, kechgacha montaj qilamiz, mana shunday narsa bo'lgan deb baqirib tushuntirganman. O'sha narsadan pushaymon yeyman. Keyin eng yomon ko'radigan odatim bor edi. 2022-yilning boshida o'zimga o'zim va'da berganman. Realni o'zimga o'zim va'da berganman. Fahsh zino ish qilmayman deb-da. O'zimga o'zim va'da berganman. Qaysi ma'noda joy namozining ustida turgan payt Xudoning oldida va'da berganman. Lekin o'zimdan nafratlanib ketaman, va'damning ustidan chiqa olmaganman. Ichimdagi hirs, shayton, nafsim ustun kelgan. Alloh kechiruvchi, Ilohim barcha qilgan gunohlarimizni kechirsin. O'sha hozirgi paytda nafsim bilan kurashda 70% yutyapman. Bir 30% u yutyapti-yu, bir 70% nafsimni yutyapman. Inson qachon mukammal emas. Inson qachon yaxshi inson bo'ladi? Birinchi navbatda kibrni, ichqo'ralikni va nafsni. O'zi hamma narsa kibr bilan ichqo'ralikni ham nafs keltirib chiqadi. Nafsni yutgan odam bo'ldi. Hamma narsani yutadi. Bu mening maslahatim. Demak, aytdingiz, o'sha kechgacha qolib ketaman, vaqtim bo'lmaydi, baqiraman. O'zi vaqt siz uchun nima? Vaqt. Vaqt dunyodagi eng qimmat narsa va vaqt men uchun Alloh tomonidan o'limga loyiq bo'lish uchun berilgan muddat deb bilaman. Men uchun vaqt shu. Va hozirda siz mana shu vaqtingizni, sizga berilgan vaqtni to'g'ri taqsimlayapman deb o'ylaysizmi? Ya'ni ishga, oilaga, o'zingizga? Oxirgi 1 yillikda, undan oldin umuman bir nepunktualniy odam bo'lganman. Hozirgi, lekin punktualniy inson bo'lish juda ham qiyin ekan. Tartibni saqlash, oilada, ishda, o'zingizning shaxsiy hayotingizda juda qiyin ekan, qiyin narsa. Punktualniy qayerdan paydo bo'ldi? Uylanganingizdan keyinmi yo? Yo'q, lekin bitta narsani aytaman. 18, 19, 20 yosh atrofidagi bolalar uy qilishim kerak, mashina olishim kerak, uni qilishim kerak. Qarz olib bo'lsa ham uylaninglar. Barakasi. Maslahatim, barakasi bor. Men 2022-yilgacha aql bovar qilmas darajada, 2020-yildan 22-yilgacha aql bovar qilmas darajada pul ishlab topganman. Lekin na uyimizni remont qilganman, na bir chet elga chiqqanman, na mashina olganman, na bir halovat bo'lgan. Umuman baraka bo'lmagan. Shunday uylandim, uylanganimdan keyin Allohga behisob shukr, erkak uchun
beriladigan ne'matlarning eng ulug'i bu ayol. Chunki odam atoni ham dunyoga, masalan, jannatdan dunyoga quvg'in kelgan paytlari, odam ato ishlab yurgan paytlari, zerikkan paytlari do'stlarni berilmagan. Momo berilgan, ayollari berilgan. Bitta intervyuda bizning uyimizda ayollarni gapi bilan ishlanmaydi deb aytganman. O'shani kommentariyasida ayollarga nisbatan hurmatsizlik deb yozibdi-da. Ayollarga nisbatan hurmatsizlik emas. Bizani tarbiyamizda shunday tarbiya berilgan bizga, ayol kishini hurmat qiling, ayol kishini seving, ayol kishini yaxshi ko'ring, unga xush muomalada bo'ling, uni ko'ngliga qarang. Hatto ayol kishi yosh bo'lsa ham uni xarakteriga moslashib, siz ham yosh bo'ling. Uni uy ishlarida yordam bering, avaylang, asrang, e'zozlang. Boshingizni ko'tarib yuring. Mana shu narsalar haqiqiy o'zbek erkagiga xos bo'lgan xislat. Lekin ayol kishini gapi bilan yurish u xato narsa. Chunki Hazrat Umar ham aytganlar, ayollarga qarshi chiqib turinglar, bo'lmasa uyingizdan baraka qochadi deyilgan. Hazrat Alining bitta gaplari bor, ayol kishi boshqargan erkak la'natlangan erkak deb. Ayollarni sevish kerak, ular qanday sharoit xohlashsa shu narsani tayyorlab berish kerak. Prosta ayollarni sevish kerak, ularga mehr berish kerak. U ba'zilar bu narsani xato tushunadi. Yo'q, ayollarga nisbatan zulm emas. U o'yladi erkak kishi hal qilsin. Bir xil kuruklarda ko'rasiz, o'tiribsiz jo'ralar bilan va shu payt ayolingiz telefon qiladi va shu payt "Yo, bachalar, men uyga ketaman" deydi. Va shu bitta salom aytib olsam maylimi shu fursatdan qo'ylar. Aka Mirek, aka Shahob, aka Askar, assalomu alaykum. Bizning eng yaqin do'stlarimiz bor-da. Eng xotindan qo'rqadigan do'stimiz bu Askar akamiz. Xotindan qo'rqadi deysiz, lekin yo'q, u narsa emas, unday emas. Bunday emas. Asli endi men ham bitta fikr bildiraman. Xotindan bu narsa xotindan qo'rqish emas, bu xotinni yo'qotishdan, ana shu zo'r yo'qotishdan deb o'ylayman. Bo'layman, masalan, xotiningiz telefon qilgan payt qanaydir uyda ish bo'ladimi? Masalan, ish bo'ladimi? Qanaydir mushkulga yordam berish kerakmi? Xo'q, masalan, bitta og'ir chelak bor, xotiningiz o'sha narsani ko'tara olmayapti, ko'tarish uchun sizga chaqiryapti. Albatta. Bemalol turib keting. Agar qaysidir do'stingiz sizni ustingizdan kulsa, xotin qulimisan desangiz agar, u narsaga e'tibor bermang, chunki siz ya'ni bizning millatimizni, o'zbek millatini ham, o'sha Alisher Navoiyni ham, patriarxat, Ulug'bekni ham, Amir Temurni ham ona tarbiyalagan. To'g'ri. Biz ayollarga juda kuchli e'tibor berishimiz kerak, chunki farzandlar 90-95% tarbiyani ayollardan oladi. Ilmli, kuchli, tarbiyali ayol tarbiyali millatni yetishtirib chiqadi. Bu meni yoshligimdan qo'ygan maqsadim. Chunki shu uchun ham masalan men ayolimga sovchi qo'ygan paytim menga berishmagan. Real men 6 marta sovchi qo'yganman. Nimaga? Chunki oxirgi marta o'zim borganman ota-onasining oldiga. Dadasi shunday degandilar: "Bacham, biz sizga beramiz, biz rozimiz, gap yo'q. Bersak sizga beramiz, sizdan ortiq kimga beramiz? Qizimiz rozi bo'lmayapti. Siz qizimizni rozi qiling" deganda, keyin shu qo'rqitib bo'lsa ham uylanganman. Dardimiz bir ekan. Xudoga behisob shukr. Yaxshi. Juda barakali. Oxirgi savolimiz. Xo'p. Do'stlar dedingiz, mana jamoa do'st, o'sha do'stlik haqida fikringiz va eng yaqin do'stlaringiz bu kimlar? Bitta bo'lishi mumkin yoki ko'pchilik bo'lishi mumkin. Endi qabrga ham bir o'zimizni qo'yishadi. Do'stlik haqida ta'rif berilgan, do'stlik haqida ta'rif berish kerak bo'lsa, shunday ta'rif berardim. Siz o'lganingizdan keyin jannatga sizni olib kiradigan amallaringiz bo'ladi, albatta, ibodatlaringiz bo'ladi. Do'stlik sizni jannatga olib kirishi mumkin. Do'stlik sizni jannatga olib kirishi mumkin, lekin sizni akangiz, ukangiz yoki sizni ota-onangiz ham o'sha paytda yordam berisha olmaydi. Faqat do'stingiz sizga yordam berishi mumkin. Shuning uchun hayotda do'st tanlashda hech qachon adashmaslik kerak. Do'stlarim juda ham ko'p. Allohga behisob shukr qilib aytaman. Nomlarini ham aytaman. Miraziz, Shahob, Askar, eng yaqin do'stlarim. Mana yoshlikdan do'stlaringiz bo'lgan, lekin hozirda ular yo'q, masalan. Lekin yozishadi. Bor. Men Farruh bilan Rahmonxon do'stim bor. Yoshlikdan, maktabdan birga katta bo'lganmiz. Do'stlarim ular ham. Ular ham eng yaqin do'stlarim, lekin hammalari do'stlarim. Xo'p, 3 ta insonni sizga sanab o'taman. Hozirgi kecha kunduzga. Shu yerda bitta gap aytib ketaman, intervyu cho'zilsa ham. Bir kun bir kishiga savol berishgan. 2 yoshli bolangiz o'lsa ko'proq
yig'laysizmi yo 40 yillik do'stingiz o'lsa ko'proq siqilasizmi deb. Bilasiz, 2 yoshli bola eng shirin payti bo'ladi. Eng shirin podsholik payti bo'ladi. O'sha paytda u odam qarab, agar Alloh taolo menga taqdir qilgan bo'lsa, men yana farzandli bo'laman degan. Yana farzandli bo'laman. Yana ko'plab farzandlar ko'rishim mumkin. Agar Alloh taolo menga vaqt, umr bersa, men yana do'stlar topaman. Undan ham yaxshi do'st topishim mumkin deydi. Lekin men 40 yil o'tgan vaqtimni qaytara olmayman deydi. Shundan anglashingiz mumkinki, do'stlikni qiymati qachon oshadi? Asalni ham, endi halol bo'lmasa ham, vinoni ham qadri qachon oshadi? Vaqt o'tgan sari. Bilasiz, qimmat vinolar 3 asr, 4 asr ushlangan vinolar bo'ladi. Asal ham qancha vaqt o'tadi, shuncha shirin bo'ladi. Do'stlik ham xuddi shunday narsa. Do'stlikni nima pishitadi? Sinovlar, og'ir kunlaringizda kimdir masalan, og'ir kunlaringizda sizga yordam bergan hamma ham do'st bo'lmaydi. Lekin sizga yordam bera olmagan hamma ham dushman bo'lmaydi. Bu aniq narsa. Lekin shu og'ir kuningizda sizni yoningizda turib, ruhan sizni maksimum podeshka qilgan odam, yonida, o'zida borini bera bilgan odam sizni haqqingizni do'stingiz bo'ladi. Mana shunaqa vaziyatlar odamni pishitadi. Hozirgi kecha kunduzda ukam bor. 2 ta ukam bor. Ukalarim ko'p. Ukalarim juda ham ko'p. Yo'q, radnoy singlim bor bitta. Bitta radnoy singlim bor. No, ukalarim bor. Tushuntiramizga. U 2 dona. Biri Shahzod Fatoyev, ikkinchisi Borji nomi bilan taqalgan Behruz Rajabov. Uchinchi. Qolganlar umidam meni ukam. Lekin bu ikkitasini meni yonimda turishi, masalan, jangga kirish kerak bo'lsa, qo'rqmasdan bular yonimda bo'lsa kiraman. Tushuntirib bildimmi? Masalan, qayerdadir maqtanish kerak bo'lsa, bemalol maqtana olaman. Qara, Shahzod men uchun любой mana bu narsaga tayyor deb. Yo, Behruz mana bu narsaga men uchun tayyor deb. Qolganlar bo'lsa, sal o'ylanib maqtashga o'ylanib qolaman-da. Maqtayman, maqtamayman deb. Ular ham ukam, lekin bular ko'proq yaqinroq. Ko'proq jonimni berishga tayyorman. Mana shu narsasi bor. Akam borlar. Firdavs Asadov. Eng ko'p dardlarimni aytaman. Yaxshi ko'raman akam bilan. Faqat shu bitta odam bilan oramizda nima yo'q. Hisob kitob degan narsa yo'q. Masalan, necha marta men xafa bo'lganman Firdavs akamdan, lekin baribir boraman ularga. Yaxshi ko'raman. Yo, biron marta gapimiz qochsa ham 2 kun, 3 kunning ichida yaxshi bo'lib ketamiz. Firdavs Asadov. Eng yaqin akalarimdan biri Suhrob Salimov borlar. Mana 102 akam doim menga yordam beradilar. Hayotimdagi 4 eng yaqin insonlarni aytdim. Eng yaqin insonlar 4 ta. Firdavs akam haqlarida ta'rif kerak bo'lsa, bitta gap bilan ta'rif beraman. Inshaalloh jannatgacha birga bo'ladigan inson deb ta'rif bera olaman. Suhrob akamga ta'rif berish kerak bo'lsa hayotimda, Suhrob akamga shunday deb yordam farishtasi deb ta'rif bergan bo'lardim. Chunki doim eng taqdirlanmagan inson, men hayotimda eng ko'p yordam bergan inson Suhrob Salimov. Eng ko'p yordam bergan. Любой qiyin vaziyatim bo'ladi, keladi o'sha odam yordam beradi. Gapimni ustidan chiqmaganman, va'damni ustidan chiqmaganman, lekin baribir o'sha odam keladi, menga yordam beradi. Eng ko'p taqdirlanmagan odam. Mana shunday bitta xarakterim bor. Kimdir menga bitta tanga bersa, 10 ta tanga qilib qaytarmasam, uspokoyitsa qilmayman. O'zim minusga kirsam ham o'sha odamga 10 ta tangani berib, keyin minusga kiraman. Mendan o'sha Suhrob Salimovga hali shuncha qilgan yaxshiliklariga yarasha biron marta atvet qaytarganim yo'q. Biron marta faqat bitta odamni oldida tilim qisqa, mana shu odam. Xo'p, endi do'stlar degan paytda hayotimdagi 4 ta eng yaqin do'stimni sanab o'taman. Do'st. Xo'p. Miraziz Sabirov, Ali Asqar, Shahob, Alisher Tashpo'latov. 4 ta eng yaqin do'st. Do'stlarim. 2 ta ukam, 2 ta akam, 4 ta eng yaqin do'stlarim. Mana shu odamlar mani atrofimdagi. Endi qaysi ma'noda hozirgi kecha kunduzgacha bu odamlarga 100% boshim bilan bironta davraga ham turib garanti bera olaman. Любойрема jangga kirish kerak bo'lsa, shular bilan jangga kiraman. Qolganlarga nisbatan biron xil nimam yo'q. Endi chunki jamoani o'zida 15 kishi bor, atrofimda do'stlar, tanishlar juda ham ko'p. Lekin ular masalan ba'zilar xafa bo'lib qolishi mumkin. Ha, bekini men do'stim emas ekanim deb hozir intervyuni ko'rgan paytlarida ularga bitta narsa bilan ayta olaman. Vaqt balkim bizani hozirgi aytgan insonlarimdan ham ko'proq yaqin qilib qo'yishi mumkin.
vaqt bizani ayirib ham qo'yishi mumkin. Hamma narsaga davo vaqt. Bitta ruscha maqol bor-ku, время всё покажет deganmi? Shunday maqol bor edi. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi, vaqt oliy haq ham. No, shu. Ko'p gapirgan bo'lsam uzr. Yo'q. Bo'lmasa yana bitta oxirgi savolimiz. Hozirgi yoshlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Hozirgi yoshlarga eng katta beradigan tavsiyam ilm olinglar. Ko'pchilik psixologga boradi, motivatsiya olishga boradi. Yo'q. Motivatsiya uydagi ota-ona. Birinchi motivatsiya. Ilm bu Qur'on. Eng katta nima savolingiz bo'lsa Qur'ondan olishingiz mumkin. Realni aytyapman. O'qinglar, ilm olinglar, hunar o'rganinglar. Blogerlarga umuman taqlid qilmanglar. Men hamma kasbda bor yomon odam, hamma millatni yomoni bo'lmaydi, insonni yomoni bo'ladi. To'g'ri. Kasbni ham yomoni bo'lmaydi, o'sha kasbning ichidagi yomon odamlar bo'ladi. Lekin men o'zim shu sohaga 7 yildan beri kirganimdan keyin sizga aytaman, bitta esimdan chiqib qoldi. Bitta qo'mondon bitta davlatni bosib olgan kirgan payti artist, aravakash hamda fohishadan tashqari hammani o'ldiringlar. Chunki bu 3 ta kasb egasi istalgan xalqqa xizmat qiladi, istalgan odamga xizmat qiladi deb aytilgan. Men san'at sohasini yomonlash niyatim yo'q. Mard insonlar ham bor san'at sohasida. Masalan, men hurmat qiladigan Rustam Fayziyev Buxoroda, Boburshoh, qo'shiqchi Rustam Fayziyev mard inson. Mard inson. Men tan berganman u insonga. Boburshoh Nurullayev zo'r inson. Zahriddin Ali ishlaganmiz. Yaxshi san'atkor. Ijodini hurmat qilaman. Zo'r. O'ziga maqsad qo'ygandi, chunki biz 2020-2019-yil tanishmiz. O'ziga maqsad qo'ygandi, o'sha maqsadlarga erishyapti. To'xtab qolgani yo'q. Zo'r. Men shu san'atkorlarni hurmat qilaman. Men boshqa san'atkorlarga nisbatan biron xil negativ fikrim ham yo'q, lekin san'at sohasini 85-90% vakillari umuman bo'lmaydigan insonlar. Shuning uchun san'atkorlarga taqlid qilmanglar, san'atkorlarga havas qilmanglar. Ular ko'rsatadigan Instagramdagi zo'r hayotiga umuman havas qilmanglar. Men nomma aytishim mumkin. 90%ni bankdan krediti bor, do'kondan qarzi bor, kiyim do'konlardan hatto qarzi bor. Nomma aytishim mumkin. Masalan, yoshlar ba'zilari havas qilib kuzatishadi. Kimning mashin, bunay. Instagramga qo'yilgan hamma narsaga ham ishonmanglar. Instagram 90-95% yolg'on. Hamma zo'r hayotini qo'yadi. Ishonmanglar. Ilmli bo'linglar, o'qinglar, hunar olinglar. Sirusga kelib matematikani ham o'qinglar. Sirusga kelib matematikani ham o'qinglar. Reklama qilib qo'ying. Yo'q, gap yo'q. Sirus zo'r. Abdumajid shunday bo'laki, Abdumajid bilan biz bahslashgan paytimiz va biron paxta emas, paxta qo'yishdan biron ma'no maqsad ham yo'q. Chunki biron xil ma'no maqsad yo'q. Podpischig ham ko'p emas-da, aytaylik, o'z paxta qo'ysam mana bitta repost qiladi deb. Yo'q. Yosh ham mendan kichik. Abdumajidni birinchi marta biz bahslashgan paytimiz dov yurak bolaligiga tan berganman. O'z o'rnimizdan tursak agar, o'zi meni yarimdan keladi, realni, lekin unda o'zimni ko'rib bilganman. Realni shunday qarab turganman, o'zi ham biladi, bahslashyapmiz, gapiryapti, qarab turganman, o'zimni ko'rganman. Realni ahli oilasini qo'riqlab biladigan, ya'ni himoya qila oladigan, ahli oilasini realni to'g'ri yo'lga boshlaydigan kuchli bola. Realni kuchli bola. Bu bola birga bir, xuddi o'zim ham kishilik birga bir любой odam bilan birga bir bahslashardim, xuddi shunday. Juda aqlli, plus qo'rqmaydigan, meni 24 soat ichida fikrimni 360 gradusga o'zgartira olgan birinchi odam. Chunki men kimnidir yomon ko'rib qolsam, juda qiyin masalada qaytib yaxshi bo'lishim. Lekin shu bola 24 soat ichida meni fikrimni o'zgartirgan. Abdumajidga omad tilayman. Albatta. Sizga ham rahmat. To'g'risi nomli podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelganlarga barchaga omad. Rahmat, Abdumajid. Sizga ham kattakon rahmat. Ijodingizga omad tilab qolamiz. Shu yoqda aytaman, yaqinda to'ylaringiz ekan. To'ylaringizga bitta mendan maxsus sovg'a bo'ladi, Xudo xohlasa. Siz hali biron marta chet elga chiqmagansizlar? Yo'q. Yo'q-a? Bo'lmasa uydagilardan, men shu videoni oldida aytayapman, что ertaga kesib qo'ymasangiz ham qo'yish uchun nasib bo'lsa bitta turmandan sovg'a. Abdush. Gap yo'q, rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Ijodingizga omad tilaymiz. Taklifni rad etmasdan kelganingiz uchun rahmat. Gap yo'q. 1 soat kutganimni hisobga olmasak, hammasi shotga.
To'g'ri sinovli podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonda bizni kutib qoling. Barchaga omad.